Bilegingizni ushlang. Suyagingiz yo'g'on yoki ingichkaligi orqali men sizni stiliza etaman. Barmoqlaringiz ustma-ust kelsa, eslab qoling, sizni suyagingiz nozik hisoblanadi. Sizga katta hajmdagi liboslar sizni ko'rimsiz qilib qo'yadi. Sizga ingichka rimellar, liboslarda mayda printlar, nozik matolar, shuningdek kichik hajmdagi sumka va nozik detalli oyoq kiyimlar yarashadi. Agarda barmoqlaringiz bir-biriga yetib bormasa, unda sizni suyagingiz yo'g'on hisoblanadi. Sizga mayda detalli liboslar to'g'ri kelmaydi. Unda siz yanada go'dalik ko'rinasiz. Sizga yo'g'on hajmdagi rimellar, katta sumkalar, shuningdek liboslarda printlarga urg'u bering. Ular katta hajmda bo'lgani sizga ko'proq yarashadi. Agar barmoqlaringiz bir-biriga yetib kelsa, unda sizni suyaklaringiz hajmi o'rtacha hisoblanadi. Unda siz balansni ushlagan holda kiyinishingiz kerak. O'rta hajmni har birida ishlating. Printlardan boshlab sumka, oyoq kiyim va aksessuarlargacha. Maslahatlarimni yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlab qo'ying va unutmang, stilist bu sizni go'zal va chiroyli hayotga boshlovchi yo'lboshchidir.